mana qand. Mana butun o'shatdi qizim. Bunday qilib mana butuni. Ular qandni ko'proq mana gaz zapravkalarda, keyin aptekalarda beradi buni zdachiga. Uni mana ochyapmiz mana. Ochyapmiz mana qand. Mana. Yangi yoshdek mana. Yangi yoshdek. Endi bu qand emas ekan bu. Bu nima ekan? Salfetka ekan bu. Qanday qilib ochuvdingiz qizim? Bunday tilingiz tegsa, shunday ichi joyi uyiydi ekan. Shunday uyitib olsa mana suv tegdi, mana ishyapti. Shunday mana suv tegsa mana shunday mana suv tekkizyapman, mana ishyapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Endi buni nima qaranglar mana. Mana bunday qilsa mana. Mana qaranglar. Hozir yana jicha ho'llab olamiz mana. Mana yoqda manaqa nimasi ham bor. Tamg'asi ham bor. Tamg'asi ham bor mana. Bunaqa zdachiga narsalar bersa olib yurmanglar mana. Ochyapman mana polni salfetka mana. Salfetkami bu? Nima bu bilmaymiz. Mana yosh bolalarga bersa og'izga teganda bu namliydi hisobiga ham qandga o'xshab shimilib ketaverar ekan mana. Mana ochilyapti. Mana. Bunaqasini endi birinchi marta ko'rishim. Yosh bolalarga narsa berayotganda ozgina hushyor bo'linglar. Tepadan oldi qizim. Mana salfetka ko'p bo'ldi mana. Oldingilarni ochuvdik mana. Yangi hammani ko'z o'ngida ochdik mana. Mana shunaqa nimadan chiqyapti mana. Mana shunaqa qand qog'oziga o'xshagan qand deb beryapti. Mana ochuvdik mana salfetka ekan bu. Hushyor bo'linglar yosh bolalarga beradigan narsalarga.